Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugungi sayyor qabulimiz Agrobankning navbatdagi sayyor qabuli tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Bunda tadbirkorlar bilan uchrashib, bankdagi imtiyozli kreditlarni taklif qilgan holda tadbirkorlarga bo'sh ish o'rinlarini yaratib, ularga imtiyozli kreditlar berish vazifasi yuklatilgan. Bugungi kunda bankimiz tomonidan yuridik shaxslarga va jismoniy shaxslarga imtiyozli kreditlar ajratib kelinmoqda. Unda yuridik shaxslarga 312-qaror bo'yicha 100 milliongacha garovsiz kreditlar, 300 milliongacha bo'lsa garovli kreditlar ajratilmoqda. Buning kredit foizi bizning tumanimiz 2-toifaga kirganligi sababli 22%. Bu tashkilot rahbarlari xotin-qizlar bo'lsa 20%dan o'z tadbirkorliklarini boshlash uchun kreditlar ajratilmoqda. Bundan tashqari mahallamizda o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga mahallaning bankir tavsiyanomasi asosida mahalla loyihasi bo'yicha 50 million so'mgacha 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan, ya'ni bunda ayol kishi xotin-qizlarga bo'lsa 2% past, ya'ni 23%dan, bu erkak kishilarga bo'lsa 25%dan. Bundan tashqari biznesga birinchi qadam, ya'ni o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga bunga ham 12 milliongacha sug'urta polisi bilan 4 yil muddatga 6 oylik imtiyoz davri bilan kreditlar ajratilmoqda.